Yaxshi, endi yangi otlarni o'tamiz. O'qiyman, ketimdan qaytarasiz. Hop. Guy, qaytaring ovozni baland chiqarib. Guy, man, woman, woman. Mana buni buni o'qimaymiz ani. Woman, boy, girl, girl. To'g'ri o'qishda mana shu girlni qanaqa o'qilishini o'rgatgandim. Girl bo'ladi. Hop, yana girl, girl deb o'tirmang. Girl, r-ni r qilamiz. Girl, girl, dad, mom, neighbor, neighbor. Mana buni y qilamiz. Neighbor. Ham o'ni o'qimaymiz, hop. Neighbor qaytaring. Neighbor. School, school. Friend, friend ham i'ni o'qimaymiz. Friend, buddy, dude. Qaytaring. Friend, buddy, dude. Friend o'rtoq degani, buddy bilan dude bo'lsa bu og'ayni. O'sha o'rtoqni sal ko'charoq varianti og'ayni bo'ladi-da. Og'zakida ishlatiladi faqat. Buddy, dude. Hop. Keyingisi something, something, some degi e ni o'qimaymiz. Something, anything, anything, nothing, qaytaring. Nothing, everything, everything, mana bu e ni o'qimaymiz. Everything, everybody, everybody, everyone, qaytaring. Everyone. Bularda ham e ni o'qimaymiz. Hop, yana bitta o'qiyman, ketimdan qaytaring. Something, anything, nothing, everything, everybody, everyone. Hop, endi yana mashq qilamiz. Fe'l bilan otni bir-biriga qo'shtirib qilamiz. Og'zaki aytasiz. Hop. Yigitni eshitinglar. Qanaqa bo'ladi? Qani aytingchi? Yigitni eshitinglar. Mana yigit. Shu ketma-ketlikda berganman gaplarni. Yigit, guy qaytaring. Guy. Yigitni eshitinglar. Qanaqa bo'ladi? Listen the guy degan bo'lsangiz to'g'ri. Keyingisi erkakni chaqirmanglar. Qani erkakni chaqirmanglar. Erkak kishi mana man qaytaring. Man. Qanaqa bo'ladi? Erkakni chaqirmanglar. Don't call the man. Qaytaring. Don't call the man. Ayolni kutmang. Qani ayolni kutmang. Ayol mana woman qaytaring. Woman degani o'zingiz ayting. Men ozginadan keyin yozaman to'g'ri variantini. Ayolni kutmang. Qanaqa bo'ladi? Og'zaki inglizchasi. Kutmang. Don't wait the woman. Don't wait the woman. Kengisini ayting. Bolani ko'ring. Mana bola. Boy qaytaring. Boy. Qanaqa bo'ladi? Bolani ko'ring. Ayting. See the boy. Qaytaring. See the boy. Kengisi qizni olib keling. Qanaqa bo'ladi? Qani? Qizni olib keling. Qiz bo'lsa girl qaytaring. Girl. Girl. Hop, qizni olib keling. Ayting. Bring the girl. Bring the girl degan bo'lishingiz kerak. Shunaqa bo'ldimi, yo'qmi? Aytingchi. Bring the girl. Otani olib bor. Otani olib bor. Olib kel, bring edi. Yana boshqa so'z bor edi. Olib bor yoki olib ket. Nima edi u? Ota bo'lsa mana dad qaytaring. Dad. Father desiz ham bo'ladi, lekin dad ko'proq ishlatiladi. Dad. Daddy bo'lsa otajon degani. Otani olib bor. Qanaqa bo'ladi? Take the dad. Qaytaring. Take the dad. Bunisini qilamiz. O'rtoqni kut. Mana o'rtoq. Friend. Xohlasangiz buddy yoki dude ham ishlating. Qani? O'rtoqni kut qanaqa bo'ladi? Wait the friend.
yoki wait the body, wait the dude. Nimadirni yozing. Nimadirni yozing. Nimadir mana. Nimadir yoki bir narsa, bir nima. Something qaytaring, something. Bularni bekorga belgilab qo'yganim yo'q. Bularni belgilaganimiz sababi bularga z qo'yib o'tirmaymiz. Shundoq o'zini yozamiz. Hop, hech nima qo'shmaymiz. Shundoq o'zi yoziladi. Misol uchun nimadirni yozing qanaqa bo'ladi? Yoz nima degani edi? Write nimadir bo'lsa something. Qaytaring. Write something. Bu yerda the something deb o'tirmaysiz. Buni qo'ysangiz o'sha xato bo'lib qoladi. Mana mana shu so'zlarga bular mustasno. Nima ekan? Mustasno degani aniq qoidalarga amal qilmaydi degani. Bularga hech nima qo'shib o'tirmaymiz. Shunda o'zini etamiz, qo'yamiz. Hop, har doim shunaqa bo'ladi. Qaytaring, o'qiyman, qaytarasiz. Something, anything, nothing, everything, everybody, everyone. Shularga hech nima qo'shib o'tirmaysiz. Hop. Shunda nimadirni yozing, write something bo'ldi. Keyingisi xohlagan narsani qil. Mana xohlagan narsa. Anything qaytaring. Anything. Qanaqa bo'ladi? Xohlagan narsani qil. Aytingchi. Do anything. Do anything. Yoki make anything degan bo'lsangiz ham to'g'ri. Hamma narsani gapirma. Hamma narsani gapirma. Mana hamma narsa. Everything qaytaring. Everything. Hamma narsa degani. Hamma narsani gapirma. Qanaqa bo'ladi inglizchada? Aytingchi. Don't talk yoki don't speak everything. Shunaqa dizmish qilib qaytaring. Don't talk everything. Don't talk everything. Bu yerda z qo'ymaymiz dedim. Hammani chaqir. Mana hamma, everybody yoki everyone qaytaring. Everybody, everyone. Nimaga hamma deb odam deb yozib qo'ydim? Faqat insonlarga ishlatiladi, odamga ishlatiladi. Narsalarga everything ishlatamiz. Odam bo'lsa everybody yoki everyone ni ishlatamiz. Shunda hammani chaqir deganda odamlarni aytyapmiz. Qanaqa bo'ladi? Call everybody yoki call everyone. Bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Nimaga bu yerda everyone, one deb o'qilyapti desangiz, 1 2 3 4 bor edi-yu sanash. O'shandagi one deb bu. Everyone. Nimadir ye qanaqa bo'ladi? Mana nimadir. Something. Bir narsa nimadir. Nimadir ye. Aytingchi. Eat something. Yoki have something siz ham to'g'ri. Have ham ye ich degan edi. Have something. Qani endi men o'zbekcha inglizcha o'qiyman, siz faqat inglizchasini qaytarasiz. Hop. Talaffuzni to'g'rilash uchun bu. Yigitni eshitinglar. Listen the guy. Qaytaring ovozni baland chiqarib. Erkakni chaqirmanglar. Don't call the man. Don't call the man. Ovozni baland chiqarib ayting. Ayolni kutmang. Don't wait the woman. Bolani ko'ring. See the boy. Qizni olib keling. Bring the girl. Otani olib bor. Take the dad. O'rtoqni kut. Wait the friend. Nimadirni yozing. Write something. Xohlagan narsani qil. Do anything. Do anything. Hamma narsani gapirma. Don't talk everything yoki don't speak everything. Hammani chaqir. Call everybody yoki call everyone. Oxirgisi nimadirni ye. Eat something yoki have something. Keling endi yana mashq qilamiz, faqat og'zaki etasiz. Yozib o'tirmayman. Otlarni ko'rsataman faqat, u yo'qni o'zingiz etasiz. Nimadir sotib ol. Nimadir degani something. Qanaqa bo'ladi? Nimadir sotib ol. Aytingchi. Og'zaki ayting. Men o'zim aytgunimcha. 3-4 sekund vaqtingiz bor. Nimadir sotib ol. Qanaqa bo'ladi? Buy something. Hamma narsani bil. Hamma narsani bil. Hamma narsa everything. Qaytaring. Everything. Bil nima degani edi? Hamma narsani bil. Yodlagan bo'lishingiz kerak u. Bil degan so'zni.
Know everything bo'ladi. Know everything. Xohlagan narsani ich. Xohlagan narsa anything. Qaytaring. Anything. Xohlagan narsani ich. Qanaqa bo'ladi? Qani aytingchi? Drink anything yoki have anything. Have ham ye ich dedim. Hammani gapirma. Hammani ekan. Hamma everybody yoki everyone. Qaytaring. Everybody, everyone. Hammani gapirma. Qanaqa bo'ladi? Don't talk everybody yoki don't talk everyone. Yoki don't speak everyone, don't speak everybody. U ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Qanaqa degan bo'lsangiz. Hamma narsani yema. Hamma narsa everything. Qaytaring. Everything. Qanaqa bo'ladi? Hamma narsani yema. Don't eat everything yoki don't have everything. Qo'shnini chaqirma. Qo'shni mana neighbor. Qaytaring. Neighbor. Qo'shnini chaqirma. Qanaqa bo'ladi? Don't call neighbor. Don't call the neighbor. Bu yerda uje z qo'yamiz. Mana bu so'zlarda z qo'ymasdik. Qolganlarda ot so'zlarda z qo'yishimiz shart. Xo'p, qo'shnini chaqirma qanaqa bo'ladi? Don't call the neighbor. O'rtoqni tushun. O'rtoqni tushun deymiz. Endi biz tushun deb o'tirmaymiz. O'rtoqni tushun. Qanaqa bo'ladi? O'rtoq mana friend yoki buddy yoki dude. Friend ishlating. O'rtoqni tushun. Get the friend. Get degani yetib bor, ol, tushun degani edi. Get the friend. Yoki get the buddy yoki get the dude. Bolani tushunma. Qanaqa bo'ladi? Bolani tushunma. Boy degani bola. Qaytaring. Boy. Bolani tushunma qanaqa bo'ladi? Don't get the boy. Don't get the boy. Keyingisi. Maktabni tashlab ketma. Maktab. School degani. Qaytaring. School. Maktabni tashlab ketma qanaqa bo'ladi? Ovoz chiqarib ayting. Sekin aytmay. Tashlab ketmani yodlagan bo'lishingiz kerak. Don't leave the school. Don't leave the school. Bir narsa qoldir. Bir narsa qoldir. Bir narsa mana something. Qaytaring. Something. Bir narsa qoldir qanaqa bo'ladi? Leave something. Leave something. Hamma narsani qoldirma. Hamma narsa mana everything. Qaytaring. Everything. Hamma narsani qoldirma qanaqa bo'ladi shunda? Ayting. Don't leave everything. Don't leave everything. Bularda z ishlatmayapmiz. Z everything demayapmiz. Chunki mana bu oddiy so'zlarga z qo'shmaymiz dedim. Xuddi faqat o'zini ishlatamiz, o'zini aytamiz. Keyingisi hammani bil. Hammani bil. Hamma mana everybody, everyone. Qaytaring. Everybody, everyone. Everyone bilan aytingchi. Hammani bil qanaqa bo'ladi? Know everyone. Know everyone yoki know everybody. Yigitga yordam ber. Yigitga yordam ber. Xo'p, yigit mana guy. Qaytaring. Guy. Yigitga yordam ber. Qanaqa bo'ladi? Help the guy. Help the guy. Mana shuni yozing. Help the guy. Yigit ga ku. Nimaga gani ishlatmayapmiz desiz? Help fe'lidan keyin ga qo'yib o'tirilmaydi. Prosta so'zni aytsa, o'shanga yordam ber bo'lib qoladi. Shuning uchun bu yerda ishlatmadi. Hop, help the guy. Qaytaring. Yigitga yordam ber. Og'aynini chaqir. Og'aynini chaqir. Mana og'ayni. Friend o'rtoq degani, og'ayni bo'lsa buddy, dude. Qaytaring. Buddy, dude. O'rtoq ham o'zi og'ayni degani. Og'aynini chaqir. Buddy bilan ayting. Call the buddy. Call the buddy. Xo'p, bularni qila olgan bo'lsangiz, tabriklayman, yaxshi tushunyapsiz darslarni. Endi bo'lsa, shu so'zlarni lug'atingizga yozib yodlang. Bundan oldingi otlarni ham yodlang. Uyga vazifa bo'lsa, so'zlarni yodlash. Agar yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, mavzuni yana bitta boshdan ko'rib oling. Darslarni xohlagan paytingiz, xohlaganingizcha ko'rsangiz bo'ladi videolarni. So'zlarni yodlang. Fe'l bilan mashi ot so'zlarni hammasini yodlang keyingi darsgacha, yo'masam u darslarni boshlamayman. Chunki
Ikkita dars endi yangi so'z bermayman, shular bilan mashq qilamiz. So'zlarni yodlang. Yodlayotganda ham birinchi o'zbekcha, keyin inglizcha yodlang. Xo'p, mana misol uchun yigit guy degani, erkak kishi man, ayol woman. Yana inglizcha o'qib, keyin o'zbekcha qilib turib yodlamayman. Misol uchun dad ota, girl qiz, boy o'g'il bola. Unaqa bo'lmasin, naborot. O'g'il bola boy, qiz girl, ota dad. Ovozni chiqarib turib o'qing, iloji bo'lsa yodlayotganingizda, shunda talaffuzi osonroq bo'ladi sizga aytish. Hozir bo'lsa videoni pauza qiling, bu so'zlarni yozib oling.